Bu 18 kişilik komplektimiz Navoiy viloyatiga 10 million so'mga tayyorlanadi. Xon taxtasi razmeri 5 metrga 1.20, 4 ta tumba oyoqlari bor. 4 ta tumba oyoqlarini yotqizib qo'yib, xon taxta vazifasida ishlatsa bo'laveradigan komplektimiz. Bu komplektimiz asosan 8 metrli uylarga mo'ljallab tayyorlangan. Stullarga e'tibor qarasa, yong'oq yog'ochdan yasalgan. Materiallari koreyskiy atechento material, tugma fasonda qilingan. Machalkasi 12 sm machalka qilib, materiallar bilan qoplangan. Zallariga e'tibor qilasizlar, zallari ham arg'amchi zallardan qilingan. Stulimizni orqa ko'rinishlari pardalarga moslab qo'yilgan, toshlarni ilib qo'yganmiz. Bu komplektimiz 10 million so'mga arziydimi, arzimaydimi, o'zingizlar fikrlab bir qator kommentariyada yozib qoldirib qo'yasizlar. Agarda narxi qimmat deganlarga yoki narxi arzon deganlarga profilimizga kiringlar. Profilimizda 3,5 million so'mdan 15 million so'mgacha bo'lgan stol ustullarni 12 kishiligini video obzorlari bilan joylaganmiz. Ashini 12 kishilik keladimi, 24 kishilik kerak bo'ladimi? Bemalol zakaz qilaverasizlar. Profilimizda hammasiga batafsil ma'lumot berib o'tilgan. O'zbekistonda hamma viloyatlari, qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'sh hamda Qorasuv shaharlariga dastavka xizmatlarimiz bor. Andijon viloyati, Andijon shahriga dastavkamiz beplatni, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram orqali uylarni razmerini, manzilini aytib o'tsanglar, dastavka xizmatlari haqida, uylarga necha kishilik stol ustullari tushish haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'ysanglar, uylarda turib stol ustullar narx-navosidan xabardor bo'lib turasizlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.